Endi e'tiboringizni quyidagi misolga qarating. Bu 7-misol shartida aytayaptiki, berilgan misollarni ustun shaklida yeching. Demak, bu yerda 625 sonidan ayirishimiz kerak 336 sonini. Demak, bu yerda ham yuqorida o'rganganimiz kabi birlar xonasidagi raqamlarni dastlab ayirishga harakat qilib ko'ramiz. Lekin bu yerda ham 5 dan 6 ni ayira olmaymiz. Shuning uchun bu yerda o'nlar xonasidagi 2 dan bitta o'nlikni olamiz. Demak, buni esimizdan chiqarmaslik uchun 2 ning tepasiga bitta nuqta qo'yib qo'yamiz. Demak, ikkita o'nlikdan bitta o'nlikni oldik. Bitta o'nlikni olsak va birlar xonasiga qo'shsak, bizda jami 10 ta birlik qo'shilgan holatda 15 ta birlik hosil bo'ladi va 15 ta birlik bu 15 sonini bildiradi. Undan 6 ni ayirsak esa 9 hosil bo'ladi. Endi o'nlar xonasidagi raqamlarni ayiramiz. O'nlar xonasida 2 ning o'rnida 1 qoldi. Chunki bitta o'nlikni 5 ga berib yubordik. Demak, 1 dan 3 ni ayira olmaymiz. Shuning uchun mana bu 6 ta yuzlikdan bitta yuzlikni olamiz va o'nlar xonasiga qo'shamiz. Buni esimizdan chiqarmaslik uchun 6 ning tepasiga bitta nuqta qo'yib qo'yamiz. U bitta olinganligini bildiradi. Demak, bitta yuzligimiz 10 ta o'nlik degani. Demak, bizda jami nechta o'nlik hosil bo'ldi? Ha, 10 bitta o'nlik hosil bo'ldi. 10 bitta o'nlikdan 3 ni ayirsak, 8 ta o'nlik hosil bo'ladi. Endi biz yuzlar xonasidagi raqamlarni ayirishimiz kerak. 6 dan 3 ni adashib ayirib qo'ymanglar. Bu yerda 6 ning tepasiga bitta nuqta qo'yganimiz uchun bu yerda 6 bittaga kamaygan. Shuning uchun uning o'rnida 5 raqami turibdi. 5 dan 3 ni ayirsak 2 hosil bo'ladi. Demak, natijamiz 289 ga teng ekan. Endi e'tiboringizni keyingi misolga qarating. Ushbu misolda 305 dan 178 sonini ayirishimiz kerak. Bu yerda yaxshilab e'tibor qilsangiz, berilgan misoldagi kamayuvchi 305 sonining o'nlar xonasida raqam yo'q. Endi bu yerda qanday ayirishni amalga oshiramiz? Bu yerda 305 ayiruv 178. Bu yerda birlar xonasidagi raqamlarni ayirmoqchi bo'lsam, 5 dan 8 ni ayira olmayman. Lekin o'nlar xonasidan qanday qilib qarz olib beraman? Chunki o'nlar xonasida 0 turibdi-ku. Unda umuman o'nlik yo'q. Demak, bu yerda biz yuzlar xonasidagi 3 raqamidan bitta yuzlikni olar ekanmiz. Uning o'rnida 2 ta yuzlik qoladi va bitta yuzligimiz nechta o'nlik degani? Ha, 10 ta o'nlik degani. Endi mana shu 10 ta o'nlikdan yana bittasini olar ekanmiz. Uning o'rnida 9 ta o'nlik qoladi va bitta o'nlikni esa birlar xonasiga qo'shib yuborar ekanmiz. Bu 10 ta birlik, ya'ni 10 soni degani. Endi bizda birlar xonasida 15 ta birlik hosil bo'ldi. 15 ta birlik degani bu 15 soni. 15 dan 8 ni ayirsak 7 hosil bo'ladi va o'nlar xonasida 9 raqami hosil bo'ldi. 9 dan 7 ni ayirsak esa 2 hosil bo'ladi. Yuzlar xonasida bizda 2 ta yuzlik qolgan edi. 2 dan 1 ni ayirsak 1 hosil bo'ladi. Demak, yakuniy javobimiz 127 ga teng ekan. Hurmatli o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.